Mana bu pardani chiroyligini ko'ryapsizlarmi? Xuddi shu pardadan mana bunaqa chiroyli kiyim tiktirsa-chi, buni nima deysizlar? Assalomu alaykum, Umid opa. Assalom. Azizlarim, men hozir ko'rib shok bo'ldim. Mana shunaqa ajoyib pardani materialidan Umid opam qaranglar, o'zlariga qanaqa chiroyli kostyum tikibdilar. Umid opa, keyingi safar mana shunaqa parda tikadigan bo'lsangiz, ko'k rangidan ortib qolsa, menga ham kostyum tikib berasiz. Xo'p bo'ladi. Bugunning o'zida hurmatli xaridorlar, yangi tovarlarimiz keldi mana. Ertalabdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Turkiyaning eng brendi Sahara firmani chullari keldi. Yana shuni aytmoqchimanki, Umid opam hech kimni xafa qilib jo'natmaydilar. Ko'p tovar olganlar uchun, yana yangi kelinchaklar uchun Umid opamning o'zlarining alohida sovg'alari bor. Qolamiz do'konimizda hurmatli xaridorlar. Umid opa, mana shu namatrasnigingizni ham rosa yaxshi ko'rib qoldim. Keyingi safar обязательно olib ketaman. Sizda bu nimalari ham bor ekan, mana hisob qo'yadigani. 250 mingdan tortib 650 minggacha bor. Namatrasniklarimiz Turkiyaniki, sifati zo'r. Azizlarim, kimga shunaqa yumshoq namatrasniklar kerak bo'lsa, Umid opamga ham murojaat qilishingiz mumkin. Azizlarim, Umida pardalari lokatsiyasi 604 перекресткasidan Medучилищ tarafga o'tganlaringda Medучилищ ro'parasida Umida pardalari joylashgan, hammalaringni taklif qilamiz.